Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Yangi bozor Beglar degan yerindaman do'stlar. 600 metr kvadrat 11 xonali hovli joyimizni tanishtirib o'tamiz. Sotiladi bu joy do'stlar. Ko'rib turganingizdek uyimizni fasad qismi bu. Gaz, svet, suv, muammo yo'q bu yerda. Daj uchuchlari, eshiklari, oynalarni qo'yilgan. Dinli mana garaj ham bor bu yoqda. Onam aylantirib ko'rsatib o'taman. Bek barakadan kirib kelsangizlar, sal ozgina yursangiz birinchi ko'cha deb aytilgan bu yerda. Yo'q, birinchi ko'cha. Birinchi ko'cha deyiladi. Assalomu alaykum, bir qator tanishtirib o'tsangiz, keyin qarab ko'rib chiqamiz. Joyni sotmoqchimisiz? Ha. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, uyimiz hali полный remont bo'lmagan. Remont ishlari ketib turibdi. O'zingiz joyingiz haqida, kadastr dokumentlar bormi? Hamma narsasi tayyor. Haqiqatan bu xonalar dim ko'p ekan hamma. Bir hazitib yashaydigan yer bu. Gazdan suvdan muammo yo'q. Yo'q, bu yerda muammo yo'q. Xo'sh, ishdan kirib kelishimizda chap qo'limizda bir xonamiz bor ekan do'stlar. Bu necha qancha? Bu 7,5 ga 4. Bu zalmi bu yer? Zal bu. Zal bu do'stlar. Hamma yeri o'ris ағаш bilan bosirilgan, tiylari, pol, unda o'zim netaman yashayman deb uzatdim. Sotishga majburmiz. Joyimiz laydan solingan ekan. Salqin bo'ladi. Salqingana. Mana bizda dim ullay, mana ham biz o'tirmoq zo'r. Uni tashkil so'b. Buyog'imizda ham zalmi? Budan bir zal. Значит, ayollar, erkaklar uchun dinli zal bo'ladi-da, va. Bu 6 ga 4 bir. 640 ga 4. Zo'r do'stlar, mana ko'rib turganingizdek tayyor joy. Uni bahosini hozir videoning oxirida aytib o'tamiz do'stlar. Birgalikda ko'rib boraveramiz mana joylarni, har bir xonalarni. Yeram bir xonasi bor, ha? Yo'q. Yaqinda pollatdingizmi? Avval bir oy yo'q. Beram spalnya. Ha, beram spalnya. Beram bir xonasi bor ekan. Birni bo'ladi. Bu tualet, ina bu bani. Ha, значит, bani tualet отдельный bo'ladi. Ha, отдельный. Tak, bu yoq ko'chaga chiqib ketadi, ha? Malxonaya bu. Malxonamiz bu do'stlar. Arqa ko'rinishi. Malxonalar tayyor turibdi. Janni xotam bor ekan. Baq tarafimizda. Bundan bir traktimizni o'tib ketib, bu yoqqa chiqib ketadi. Ertang masalan, xo'sh, bir narsa qiladigan bo'lsangiz, shuga malxonaning ustidan ataverasiz bemalol. Qanday? Yoqdimi sizlarga? Dinni bu yoqda letniy tualetimiz ham bor. Ichkarida ham sirtdan ham bor-da. To'pish baqajaq bo'lsangiz, ajoyib mana. Erga kran tam qolgan, bu yerga bir qolgan, ichkariga birsi qolgan. Skvajina bor ekan, kran taqilgan, ichkaridan ham bor ekan. Shepillanib ajoyib bo'lib turibdi mana do'stlar. Keyingi xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Derazalarimizda akva bor. Berni u. Budan bir xona. Budan bir xona. Zo'r. Bu ham xona. Bu qo'xna bu. Bir qo'xna bo'ladimi? Ha, bu qo'xna. Qo'xnada kengroq ekan, qo'xnaga deb mo'ljallab tashlab ketilgan bu yerda. Shu yerda skvajina bor. Ha, bu yerda qoldirib ketdingizlar, ha? Ha, shu yerda qoldirib. Если cho'p, vodoprovod bo'lsa vodoprovod, kran bo'lsa kran. Ha. Bernu. Bu qarang'i yana bir xona bu. Yana bir xona. Bu yog'imiz yana garaj. Aytib o'tganingizdek, yana yoqdan kirib kelganingizda garajning ko'rinishi bu. O'nni bir mashina siyib turadi. Orqaning bu yoqdan kirib chiqib yuraverasizlar. Xo'sh, endi buni narxi necha so'mday bu? Aytsangiz bir xalqimizga bir kelishtirib bering meni obunachilarimga. Buni kelishtirib buni shuncha yog'dalashib bering, bu odamlar bir haziyat yashasin bu joyda. Necha deyapsiz? 700 deb turibmiz, kami bor kelishtirib. 700 million so'mmi? Ha, 700 million so'm. Kelishib berasiz. Kelishtirib beraman. Qanday kelishib berganda boshqacha kelishuvlari bormi? Masalan, turarga, barter degan narsalar bormi? Shu ustunda gaplashaveramiz uni. Ha, bu yerga kelgandan keyinmi? Ha, uni ustunda. Xalasa telefonda, xalasa ustunda kelsin, ha? Ha, zo'r. Ha, do'stlar, ko'rib turganingizdek, gap bo'lishi mumkin emas joyda. Ko'rib tursa, Haksvoda turibdi joyimiz. Pajani xoti bor. Dinli pajani xot bor, suyut bor, yam turibdi. Xo'sh, odamlar yashab o'tiribdi, qo'shnilar bor.
Ana keng maydon. Urganch gullan yo'l bor, metan zapravka bor, toza domlar bor, menda Bekbar akaning kafesi bor, xorazlar bor, menda pillaxona bor. Moskva kolxoz boshqarshih Beklar degan yer bu do'stlar. Shunday deb tushuntiriladi bu yerlar. Xullas, shundan Dakansa ketasizlar. To'g'riga yursangizlar, o'zi birinchi ko'cha bu. Chapga kirib ketsangizlar, shu yerda joylashgan joyimiz. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri bo'ladi, bemalol telefon urib gaplashaverasizlar. Xohlasangizlar, kelib ko'rgan joyda yana sizlarga ajoyib hovli joy. Kim olsa, shu yaxshi gullarga buyursin, to'ylar bo'lsin shu xonadonda. Omadingizni bersin, sog' bo'lasizlar.